nurg'unlagan yosh muhabbatlar ayrilib ketgandan keyin biz qarshi tarafniki veyshensini, doyinlarini maraydiganligini bilamsiz yo'qmi? Bilmayman. Zimara faqat. Zimara faqatmi? Bu to'g'risida qaram. Psixologiya atsi Sigmund Freudniki maxsus elib olgan bir tadqiqoti bor ekan. Biz endi qarshi taraf tarafidan tuyuqsiz ayrilib ketilganda Xitimiz bermasmi? ya'ni qarshi taraf tuyuqsizlikka bizni laqiyshan cho'qilib keyin yo'qolib ketgan vaqtda bizning yig'imiz bundan xabar topgan bilan bizning yuzimiz yig'imiz bundan xabar deb bo'lmay qoldik. Hatta u uxmay qolgan. Shuningdek bizning yuzimiz yig'imiz bu munosabatni hozir oxirlashtirgan vaqt emasdi deb o'zi oxirlashtirgan vaqt degan yakkagicha bu davomlashtirib borgan munosabat. Yani bu vaqtda qarshi taraf turmushimizda yo'qolib ketib bo'ldi shunaqmi? Shuningdek bizning bu yerda bilib bilmay qila oladigan birdan bir ishimiz qarshi tarafni marash. Shuningdek qarshi tarafniki po'yinchalarni, doyinlarni agar hech nima qilmasa, qarshi tarafning veyshensiniga biz go'shingcha mingsin bo'lsa. Hatta Allohlardan oltin sirishtirib. Aslida mara turmush shunaqmi? Bundan bo'lsa tub sababi nima ekan deysiniz? Biz nurg'unlagan vaqtda qarshi tarafni o'zimizning mavjudligini his qilib turadigan bir aynak deb qarab olganmiz-ku. Yani sizdeki bu aynak tuyuqsiz yo'qolib ketgan vaqtida siz o'zingizniki mavjud bo'lib turayotganligini bu yerda qanday qilsiz his qilolmay qolib qolasiz. Hemen bab yo'qmi? O'zingiz kichiklab ketib qolgandek, bu dunyoda yo'qolib ketib qolgandek, shuningdek atrofingizdagi esiladigan narsalarga esilib, siz mush yo'qolib ketishingizga qarshilik qilib turayotgansiz. Endi bu yo'qolib ketish odamningki badaniga nisbatan bo'lsin yoki qalbiga nisbatan bo'lsin, bu nihoyat qo'rqinchli, bizni qarshi turadigan qo'rqadigan bir ish-ku bu. Shuningdek biz to'xtamasdan o'zimizniki mavjudligini isbotlab turamiz. Bizning o'zimizning mavjudligini his qilib turadigan qarshi tarafdan iborat bu aynak yo'qolib ketdi. Shuningdek bizning qalbimizda bu yerda har xil xiyollar paydo bo'lgan-ku. Bu nima ish bo'ldi deb bu savolga javob izlaymiz. Anda xoldimi, menda xoldimi demiş qilgan debman. Bu ya muhabbet yapaganmidi, ya bo'lmasa mendan maoshlarim o'ko'ngli suv ketganmidi, ya bo'lmasa hozir pushaymon qilganmidi, ya bo'lmasa meni sinab qilganmidi, ya bo'lmasa meni izlab qolarmidi deb. Har xil ehtimolliklarni ichiga cho'kib siz saravib qolasiz. Chunki siz bir ishlarni faraz qilgan vaqtida bu sizning qalbingiz cho'gilib, buni hargiz to'xtamaysiz. Bu har bir xil ehtimollikni cho'ngaytib, mubolag'a qilib o'ylab turib oladi-ku bu. Bu albatta kuchli bir azap. Shuningdek biz o'zimizniki yuzdan chiqil farazlarimizning aniqsizligini bir aniq qilish uchun yangiza qarshi tarafni marab azroq bo'lsin bir ustur egallashga tibirlab ketganmiz. Tushundingizmi? Endi biz nima ishqa bu aniqsizlikdan shunday qo'rqamiz deysangiz, bu aniqsizlik odamga obayga yo'qolib ketib qolgan, mavjud bo'lmay kichiklab ketib qolgan mush qo'rqinchni eslatib turadi. To'g'ri. Shuningdek shu xabar saqlash bek azaplı. To'g'ri. Bek aniqsizda o'ng'imamni, so'lg'imni, oldi bo'lamdi, keynigimi, oqmi, qarmi degandek. Shuningdek insonlar aniqsizlikdan intayin qo'rqitgan, qochadi ekanda buni. Chunki aniqsizlik bizning vujudimizdagi mavjudlik tuyg'umizga bo'lgan bir xirisgan. Engiza biz qarshi tarafniki har bir dungtaysini, har bir chiqargan filmlarni, uchurlarni, go'shingchamilarni o'zimiz bilan munosabatlik deb o'ylayotganmiz. Xuddi Karl Jung degandek biz bu dunyoni o'zimizning jarohatimiz bilan ko'rdik, shunaqmi? Shuningdek bizning qalbimizdagi yo'qolib ketib qolgan shu jarohat bizning ko'zimizga, bizniki burunqi muhabbetimizniki har bir qilayotgan ishini cho'qim men bilan munosabatlik. Bu menga damli deb mushrismen chiqadi. Bu menda o'ch olaman deb qasdan shunday gap qildi. Ma'vo o'ziniki yangi uyini ya yangi muhabbatni qasdan men ko'zlama deb bunday qildi deb bu shu xiyolning arsi tushib qoladi. Amaliyotda uning o muhabbati xiyol deb o'zini shunday ko'raydi. Bu o'g'illashda qilsanmi? Xiyol deb o'zining dunyosida yashayotdi. Ma'lum miyada jarohatining ichiga kirib qoldi. Lekin bu jarohatini bu muhabbat orqali ko'ryapti degan gap. Chunki bu jarohatini muhabbatiga to'shib produksiya qilib oldi degan. Shunlashqa qarang. Bu yo'qolib ketishdan ansirab, o'sha azobning ichiga kirib oladi. Chunki azob buning o'zining mavjudligini his qildirib turadi shu. Shunlashqa bir yo'qolib ketishdan iborat bu qo'rqinch bilan azobdan iborat bu qo'rqinchniki qaysi bekrak kuchli deysangiz, yo'qolib ketish bek kuchli. Shunlashqa biz yo'qolib ketishdan qechib, azoblanishni qarshi tarafdan mara o'zimizni azoblantirib, o'zimizniki qarshi tarafning dunyosida mavjudmi yo'qmi? Men eslayapman-da yo'qmi? Mush xiyollarimiz orqali men azoblanyapman, men qiynalanyapman, demak men tek mavjud ekanman deb azobning ichiga kirib xotirjamlik yashaydigan. Shuningdek nurg'unlagan insonlar qarang, o'zining